Ho'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun KAIST universitetida birinchi kursda 100% grant bilan o'qiyotgan Azbek G'anijonov bilan shu onlayn suhbatimizni olib boramiz. Ho'p, Azbek Andijon shahridagi Prezident maktabini 2025-yil bitirgan va KAISTdan tashqari Qatardagi Jorjtaun universitetiga 100% grant bilan qabul qilingan. 370 ming atrofida edi summasi. Shuncha grant yutgan, KAISTga grant yutgan va undan tashqari Rossiyada Moskvadagi Higher School of Economics, Высшая школа экономики, oliy iqtisodiyot maktabiga ham grant asosida qabul qilingan, ulardan ham qabul xati olgan. Undan tashqari top 10 talikdagi UCL, University College London va Seoul National University, Seoul Milliy universitetiga ham qabul qilingan. Bugun Azbek bilan qanday qilib shuncha universitetlarga qabul qilingani, nima uchun KAISTni tanlagani, KAISTdagi o'qish sharoiti qanaqa va kelajakdagi rejalari haqida suhbatlashamiz. Savollaringlar bo'lsa, chatga yozsanglar yoki nimada so'rasanglar ham bo'ladi. Xo'p, Azbek, xush kelibsiz. Avvalo, rozilik bildirganingiz uchun, vaqtingizni ajratayotganingiz uchun rahmat. Boshlang bo'lmasam. Katta rahmat Fazliddin aka. Meni ismim Azbek G'anijonov. Hozirda birinchi kurs talabasiman. Sizlarga asosan qisqacha bo'lsa ham KAIST haqida ma'lumot berib o'taman. Azbek aka, uzr anaqa. Siz ma'lumot beraverasiz. Orada savol bo'lsa, men savol berib turaman, как lecture bo'lib qolmasligi uchun salanu. Robotik emas, interaktiv bo'lishi uchun. Qolganlarda ham savol bo'lsa, berib tursanglar. Bo'laveradi, bemalol. Aha. Xo'p, menimcha ko'pchilik bilsa kerak KAIST nimaligini, Korea Advanced Institute of Science and Technology. Bu prezentatsiyamizda birinchi why KAIST, why you should choose KAIST hamda admissions process haqida oz-moz ma'lumot beraman. Hamda prezentatsiya oxirida asosiy Q&A session bo'ladi, lekin shu prezentatsiya davomida bemalol savol so'rasanglar bo'laveradi. Azbek, before you start, full screen qila olasizmi anaqangizni? Full screenda turibman aka. Prezentatsiyani slide show qilsangiz-chi? F5 bilan. PPTdan. Bo'lmayaptimi? It's okay, yaxshi ko'rinyapti. Uzr. Bemalol davom etavering. Birinchidan, har bitta universitetni tanlayotganda birinchi o'quvchi qaraydigan narsa bu rankings. Men ham shunday bo'lganman, rankingsga juda ham ko'p e'tibor berganman. Shuning uchun rankingni keltirib o'tdim. KAIST engineering sohasi bo'yicha 24-o'rinda turadi. Bu chemical engineering bo'lishi mumkin, mechanical engineering yoki har qanday engineering turi. Va undan keyin ko'rishingiz mumkin. MIT 1, Cornell sizda. Xo'p, KAISTga kirilgandan keyin KAIST juda ham generous scholarship beradi. Ya'ni bu tuition fee'larni to'liq qoplaydi. Ya'ni siz tuition fee to'lashingiz kerak emas. Va faqatgina GPA ni 2.7 dan balandroq ushlab tursangiz bo'ldi. 2.7 dan baland ushlab yurish oson bu KAISTda. Hamda National Health Insurance tibbiy sug'urta uchun 350 ming Koreya woni to'laydi. Bu taxminan $350 atrofida bo'ladi oyga. Va umumiy hisobda 4 yil uchun $36,000 beriladi scholarship. Va Demak, KAIST kontraktni bepul qilib beradi hamma qabul qilingan xalqaro talabaga. Undan tashqari har oy yashashingiz uchun stipendiya berib turadi, shunaqa? Ha, shunday. Stipendiya $250 oyga. Keyin birinchi yilda sizlar KAISTda major tanlashinglar kerak emas, umumiy o'qiysizlar. Ya'ni sizlar topshirayotganinglarda, misol uchun men topshirayotganimda
KSga Chemical and Biomolecular Engineering sohasini tanlab apply qilganman. Lekin bu yerga kelgandan keyin xohlasangiz chemistry yo business yoki computer science ga ham o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Bu qarshilik bo'lmaydi. Birinchi yil xuddi liberal arts educationga o'xshab har xil sohalarda experience qilib ko'rasizlar. Bu chemical and biomolecular engineering bo'lishi mumkin yoki nuclear and quantum engineering bo'lishi mumkin. Mana shu listani bemalol o'qib ko'rishlari mumkin. Bu narsa kimlarga yaxshi? O'zini sohasini qaysi fan o'qishni bilmay yurganlar uchun juda ham foydali. Chunki university level kurslarda olib ko'radi. Misol uchun chemistryni o'qiyman deb kelgan bo'ladi, lekin chemistry kursi juda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun biznes sohasiga ketib qolishi mumkin. Hamda Vibrant Campus. Dormitoriyalar hamma uchun beriladi. Xonalar oshib qoladi. Misol uchun birorta odam ba'zan O'zbekistonda eshitganman, bolalar kvartirada turishadi, chunki yotoqxonalar yetishmay qoladi. Lekin bu yerda bunaqa muammo yo'q. Hamma o'quvchilar uchun yotoqxona beriladi. Agar yotoqxonada turish xohlashmasa, apartmentga chiqib ketishlari mumkin. Undan tashqari bizda kutubxona bor. Kutubxonada bemalol tinch sharoitda dars qilsanglar bo'ladi. Men ham hozir kutubxonadaman. Undan tashqari baslar bor, avtobuslar hamda zal bor. Juda ham kerakli bo'lyapti hozir zal. Hamda KSni alohida hospital bor. Bu hospitalda ko'p narsalar tekinga, ya'ni gripp bo'lsangiz, borsangiz o'zi ko'rib qo'yishadi tekinga. Undan keyin ba'zi bir dorilar ham bepul. Hamda eng qiziqarli joyga yetib keldik. 2026-yil undergraduate admissions. Bu section'ni boshlashdan oldin 3 ta value'ni emphasize qilib o'tmoqchiman. Birinchisi challenge. Challenge bu passion for and love of challenges in new fields. Ya'ni siz tanlagan soha bo'yicha yetarli challenged bo'lganmisiz? Misol uchun, fizika sohasidan ketyapsiz. Fizikadan olimpiadalarga chiqqanmisiz yoki research paper yozganmisiz? Shunga o'xshagan narsalar orqali bu siz challenged bo'lganingizni ko'rsatib bera olasiz. Hamda creativity. Creativityni qanday qilsangiz bo'ladi? Creativityni birorta yangi narsa o'ylab chiqarib va atrofingizdagi bolalardan ko'ra birorta muammoga boshqacha yondashish orqali erishsangiz bo'ladi. Shuni essaylarda yozib ketasizlar, ko'rsatib. Hamda caring. Sizda leadership activity'lar bo'ladigan bo'lsa, siz bu lider bo'lganingizda qanday qilgansiz? Inclusive policylar yuritganmisiz yoki o'zim yakkaxonman deb shunaqa kuchli haligi diktatorga o'xshab bu communityni yuritganmisiz? Bizga birinchi turdagi guruhlar kerak, ya'ni caring, boshqalar haqida o'ylaydigan insonlar kerak. Bu KSga mana shu 3 ta xarakterni ko'rsatib bera oladigan bo'lsanglar, kirish ehtimollar ancha oshadi. Hamda 2026-yil uchun hozir spring track allaqachon o'tib ketdi. Shuning uchun fall 2026-trackka qarataman e'tiborni. Bu kimlar uchun? 31-avgust 2026-yilgacha high schoolni bitiradigan insonlar uchun. Hamda bizga nimalar kerak bo'ladi? Qanday kriteriya bor? Birinchisi document review bo'ladi. Ya'ni siz jo'natgan personal statement, essaylar, bundan tashqari extracurricular activities, honors barchasini ko'rib chiqishadi. Agarda intervyu juda ham zarur bo'ladigan bo'lsa, intervyu qilishadi. Hamda bu yerda timeline'ga qarasanglar bo'ladi. Allaqachon boshlangan regular trackka, ya'ni fall 2026-yil track uchun admission process boshlangan. Bu yanvar 6gacha davom etadi. Results March 4 da e'lon qilinadi. Bizga nima kerak bo'ladi? Birinchidan application form.
Bu application formda o'zini veb-sayti bor, qaysini aynan admissions uchun buni Google'dan topsanglar bo'ladi. Ana shu yerga borasiz, o'zinglarni login parollarni yaratasizlar va o'sha yerda o'zi yozib qo'ygan bo'ladi. Honor section, extracurricular activities section va oxirida 5 talik essay bo'ladi. Bundan tashqari sizlarga teachers letter of recommendation juda ham kerak bo'ladi. Buni albatta O'zbekistonda ko'pchilik o'zlari yozishadi. Endi o'qituvchinikiga o'xshatib yozsalar yaxshi. Undan tashqari academic transcript. Buni asosan konsulariyalar beradi, lekin agarda oddiy maktabda o'qiydigan bo'lsanglar, o'zlaringlar qilganinglar yaxshi. Va bu transkriptni o'sha maktabdagi zavuchdan imzosi bilan pechatni olsanglar bo'laveradi. Undan tashqari English proficiency test score, TOEFL, IELTS, bizda ko'pchilik IELTS oladi. Hamda standardized official test score, bunga SAT, A-levellar kiradi, AP, shunga o'xshaganlar, hamda high school profile. Bu optional, lekin bu narsani jo'natishinglarni maslahat beraman, chunki high school profile siz boshqa o'quvchilarga nisbatan maktabda qaysi darajada turishingizni ko'rsatib beradi. Misol uchun SATda eng balandini siz olgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu narsani recommendation letterda yoki honor sectionda kirita olmagan bo'lishingiz mumkin. Shu narsani high school profile'ga kirgizishingiz mumkin. Misol uchun siz 1520 SAT jo'natgansiz, maktabdagi highest SAT score 1520. Shundan bir olsa bo'ladi, kim baland olganini. Okey. Qaysiga kelgandan keyin shu bitta trendni kuzatdim. Kirgan insonlarda hammasi shu 3 ta yo'l orqali kirgan. Birinchi A-level exams, average extracurricular activities, average essay. Men ham shu usul bilan kirganman. Azizbek, uzr. A-levellarim Slaydingiz hozir 3-slaydingizda turibdi-da, hali ham rankingda. Siz u yoqdan tegmayapsizmi? hozir Okay. Tepada demak slaydlar hozir aka ko'rsatyapsiz ekansiz. to'rtinchidan 10 slaydgacha ko'rinmadimi? Ko'rmadi ya. Bitta-bitta sekin o'tkazib qo'yasizmi? Bo'ldi, tushunarli. Okey. Hozirda tepadagi design mode turibdi. Bu Design yerda monthly stipend, scholarship benefits. Aha. Birinchi yilda major tanlashingiz shart emas. Vibrant campus. Bu undergraduate admission Mhm. hamda men aytgan 3 ta value. Mana shu qayerda o'zini o'quvchilarni ko'rmoqchi bo'lgan fazilatlar. Bu siz Challenge, creativity, bu caring. yerda qayerdadir veb-saytda yozib qo'yganmi buni yoki siz qayerdan buni oldingiz? 3 ta valuesni. Buni admissions grupda o'zini prezentatsiyasi bor. Aha. Shulardan iltimos qildim, berib turinglar deb. Mana shu slayddan olingan. Undan tashqari bu narsa mana shu 3 ta so'z qaysida deyarli hamma joyda yozilganda, Aha. demak shu 3 ta fazilatni ko'rishga olishadi. Qaysi admissions committee. Hamda admissions for 2026. Bu kimlar uchun? Full regular track 2026-yil 31-avgustgacha maktabni bitiradiganlar uchun. Hamda ikkita stepdan iborat. Birinchisi document review. Essaylaringizni, honorsni hamda extracurricular activitylarda ko'rib chiqadi. Agar intervyu kerakli bo'ladigan bo'lsa, odatda kerak bo'ladi, intervyu o'tkaziladi. Intervyuda nima yechiladi? Sizlarga matematikadan yoki birorta fizikadan berilishi mumkin birorta savol, shuni yechasizlar belgilangan vaqt ichida. Undan keyin bitta narsani aytish esimdan chiqdi. International studentlar uchun kvota bu yil 135 ta ekan. Bu aniq son. 135 ta ko'p. O'tgan yili nechta bo'lganini bilmaysizmi? Yo'q, unisini to'g'risi bilmayman. Menimcha 100 ta atrofida bo'lsa kerak. Okay.
Bu timeline 6 yanvargacha bemalol topshiraverasizlar. Essaylarni yozib, onurus essaylarni bemalol descriptionlarini yozib, undan keyin 4-martda results announcement bo'ladi. Mana shu yanvar 6 bilan mart 4 orasida intervyular bo'lishi mumkin. Mhm. O'zi intervyusiz kirganlar bor ekanmi, Azizbek, KAISTga? Ha, men borman aka. Intervyusiz kirgan. Yo'q, to'g'risi ko'rmadim intervyusiz kirganini. Thank you. Bu yerda kerakli hujjatlar. Bu slayd ko'rdinglar-a? Buni hozir ko'rdik. Mhm. Hop, application form, ya'ni qaysi veb-saytiga borasizlar, o'sha yerda hamma narsa yozilgan bo'ladi. Shularni to'ldirib chiqishlar kerak bo'ladi xolos. Undan tashqari sizlar o'qituvchilarni emailini kirgizasizlar. O'qituvchiga link boradi va o'sha link orqali recommendation letterni yozish kerak bo'ladi. Undan tashqari academic transcript. Shu agar academic transcriptni qilishni bilmasanglar, shu o'zlari template tashlab berishimiz mumkin va o'shanga qarab yozib chiqasizlar va zavuchda imzosi bilan pechatini olasizlar. Undan tashqari IELTS kerak bo'ladi hamda standardized official test report bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. SAT yoki A-levels. High school profile bu optional. Lekin maslahat beriladi. High school profile jo'natish. Hamda Transit Kaist. Ko'rinyapti aka bu? Aha, ko'ryapti. Xo'p. Shu kaysga kelganimda bitta trendni ko'rdim. Ko'pchilik bola 3 ta yo'l bilan qabul qilingan. Birinchisi A-level exams, keyin average extracurricular activities, average essay. A-level'lar, misol uchun A-level'lar sizni challenged bo'lganingiz, ya'ni academically challenged bo'lganingizni ko'rsatib beradi. Misol uchun o'rtacha EC'lar sizni caring bo'lganingiz yoki creativityni ko'rsatib beradi. Va essaylar orqali bu 3 ta narsani, 3 ta valueni communicate qilasizlar. Keyin A-level examlarda iloji boricha triple A olishga harakat qilinglar. Eng kamida juda ham minimum bo'lganda. Hamda ikkinchi yo'l va ikkinchi yo'l orqali ko'pchilik qabul qilingan International Olympiad Participants or Winners, Average EC and Average Essay. International Olympiad Participant bular kim bo'ladi? Bular International Mathematics Olympiad, International Chemistry Olympiad, International Physics Olympiadga o'xshagan haqiqiy tan olingan olimpiadalar bor, xalqaro. Ularga saralash jarayonlari juda ham qattiq kechadi va o'shalarda medal olganlar yoki shunchaki qatnashganlar ham qabul qilish ehtimoli balandlashadi. Bular uchun SAT shart emas. Hamda uchinchisi Private International Olympiad Winner. Private International Olympiad Winner olimpiyadlar haqida mendan ko'ra ko'proq sizlar bilasizlar. Singapore Olympiad, American Mathematics Olympiad ikkita example xolos. Hamda sizlarda essaylaringiz qolgan ikkita guruhga nisbatan yaxshiroq bo'lishi kerak. Undan keyin essaylaringizni keyingi darajada, ya'ni yaxshiroq darajada yozishingizga to'g'ri keladi. Undan keyin mana shu birinchi bilan uchinchi guruhga kamida 1450 SAT, keyin IELTS 7 kerak bo'ladi qabul qilish uchun. Meni maslahatim bular. Mhm. O'zingiz SAT'ingiz nechi bo'lganini ham aytib o'ting, Azizbek. Meni SAT'im super score bo'lgan 1520. Aha, IELTS 8. IELTS 8. Demak, A-level'i yo'q bo'lsa AP oladi, AP olmasa, agar ola olmasa, unda shu SAT bilan hech bo'lmaganda uni cover qilishga harakat qiladi. Agar chunki A-levellari qimmatroq, AP levelsga qaraganda menimcha, meni knowledge'imga qaraganda, o'shaning uchun AP examlar more accessible bo'lishi mumkin odamlarga, o'quvchilarga. O'shaning uchun AP examlar olgan ma'qul. Agar siz ixtisoslashtirilgan maktabda yoki oddiy maktabda o'qiydigan bo'lsangiz. A-levelga tayyorgarlik ko'rish uchun sharoit uzoq vaqt davomida tayyorlanish kerak. Hali ko'p joyda A-level yo'q.
AP'ni hozir onlayn o'qisa ham bo'ladi, self study qilib. Shuning uchun AP osonroq, lekin albatta SAT'si bilan topshirgani ma'qul. Demak, Q&A'ga o'tsak bo'ladimi, Azizbek? Albatta. Endi qolganlar ham chatga savollarni yozsa bo'ladi. Ular yozguncha men o'zim savollarimni berib turaman. Siz kirgan yili mana shu 2025-yil kontraktda o'quvchi qabul qilindi. Sizni bildik, Prezident maktab bitiruvchisiz, A-levelingiz, SAT, IELTS bo'lgan. Qolganlarda nimalari bo'lgan? O'zbekistondan kirganlardi. Nechta qabul qilindi? O'zbekistonda shu. O'zi aslida 4 olingan edik. Toshda oddiy maktabda o'qishardi. Undan keyin 2 kishi Prezident maktabidan. Mhm. O'sha computer science'ga topshirgan bolaga requirement bo'lganda, ikkita A levelda, ikkita A star, bitta A testda, o'shaning uchun bu admissionni revoke qilgan. Ya'ni admissionni cancel qilib yuborgan. Shuning uchun kelolmadi u bola. Shunaqa qilib hozir KAISda 3 kishi o'qiyapmiz, 3 ta o'zbek. O'sha Azizbek meni adashim. O'sha adashim haqida ko'proq yaxshi bilaman. Esselari, shu qanday esselari haqida. U bola 3-yo'l bilan kirgan. Hozir 3-yo'l. Mana bu Private International Olympiad winner. Singapur olimpiadasiga qatnashgan. Menimcha medali ham bor. Undan tashqari esselari juda ham yaxshi. Ya'ni Toshkentdagi Westminster Toshkent Presidential School, undan tashqari boshqa xalqaro maktablarda yoki shuni xalqaro darajasiga yaqin bo'lgan maktablarni birlashtirib qandaydir videolar olishgan. Ya'ni bitta komite tashkil qilishgan, bir-birlari bilan o'rtasida futbol tashkil etishgan, zakovat tashkil etishgan. Menimcha bu good EC'ga misol bo'la oladi. Undan tashqari bu bola ko'proq she'rlar yozib turadi. O'shaning uchun men guess qilyapman. Uni esselari ham yaxshi bo'lgan. Lekin yana boshqa o'zbek bor. U bola ham 3-yo'l bilan kirgan bo'lishi kerak, lekin gap year olib kirgan. O'shaning uchun gap year olib, agar gap year olmoqchi bo'lsanglar, bemalol olinglar, KAIS qabul qilaveradi. Ya'ni KAISga qabul qilinish ehtimollar oshadi agar gap year oladigan bo'lsanglar. Chunki experience ham oshadi. Undan tashqari o'zingizlarda academically challenge qilsanglar ham bo'ladi. Har xil projektlarda ishlab. Mendan shular. Tushunarli. Endi hammada savol bo'lishi mumkin. Bitta maktabdan bittadan ko'p o'quvchi olishi ham mumkinmi? Uzr, eshitmay qoldim savolingizni. Bitta maktabdan bittadan ko'p o'quvchi olishi mumkinmi? Masalan, Andijon Prezident maktabidan bu yil 2 ta olishi mumkinmi? Nima deysiz? Buni to'g'risi aytish juda ham qiyin. Bu admissions committeeni o'ziga bog'liq bo'ladi. Lekin agarda ikkala participant ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, ularda olaveradi. Meni fikrimcha. Kuchli kandidat bo'lsa oladi. Xo'p, topik bo'lishi shartmi bu universitetga? Topik bo'lishi shart emas. Azizbek, o'zingiz javob berib yuborsangiz. Men hozir koreys tilida annyeonghaseyo deyishni bilaman, xolos bo'ldi. Misol uchun rahmat deyishni o'rganishga harakat qilyapman, endi vaqtim bo'lmayapti, endi esimdan chiqib qolyapti. O'shaning uchun hozir topshirganda faqat sizga IELTS kerak bo'ladi. IELTS 7+. Bu yerga KAISga kelganingizdan keyin o'zlari o'rgatishaveradi. Biz 22-dan 22-dekabrdan 23-yanvargacha Korean camp bo'ladi, intensiv kurs. Ertalabki 9 dan kechqurungi 7 gacha bo'ladi. O'sha kursda koreys tilingiz 0 bo'lgandan topik 2 gacha chiqarib qo'yadi. O'shanda o'zlari o'rgatishaveradi. O'shaning uchun sizga topik 2 yo topik 3 lar kerak emas. Demak, KAISga topshirish uchun topik shart emas. Lekin nima deb o'ylaysiz, Azizbek, topigi bo'lsa, consider qiladimi KAIS? Ya'ni sizga qanaqadir privilege berishi mumkinmi topik? Yo'q, menimcha yo'q.
Chunki bu yerda hamma darslar ingliz tilida bo'ladi. Topikni bilishingiz sizga topikni olganingiz sizga hech qanaqa masalan privilege bermaydi bu yerda baribir o'qiyotgan bo'lsangiz ham. Menimcha unday qilmasa kerak. Endi meni shaxsiy fikrim, Yonsei admissions officer bilan anaqa bo'lganda, shunaqa webinar bo'lganda aytgan edi, topiki bo'lsa, bu consider qilamiz, ozgina bo'lsa ham plyusiga o'ynashi mumkin degan. Umuman o'zi Koreyada o'qimoqchi bo'lgan odam ertaroq koreys tilini o'rganib turgani ma'qul. Baribir o'qish ingliz tilida bo'lgan taqdirda ham u yerda hayotga moslashish uchun koreys tili kerak bo'ladi. Abdulaziz Kozimovdan savol: Kaysda qanday majorlar bor va har birida boshqa shu yo'nalishdagi universitetlarga taqqoslanadi? Kaysdagi Nima? majorlar haqida gapirib bering, Azizbek. Ya'ni Kaysda faqat engineering kuchli, qolgan majorlarchi degan ma'noda savol shekilli. Ho'p, o'zi nomidan ham suggest qilib turibdi, Science and Technology. Bu yerda asosan shu computer science, AI hamda engineering shularga eng asosiy katta fokus qaratilgan. Bundan tashqari alohida business school ham bor. Agar xohlasangiz, ham bu yoqda engineering, ham bu yoqda businessda teng olib ketmoqchi bo'lsanglar, double major qilsanglar bo'ladi. Misol uchun men ikkita major tanlamoqchiman. Chemical and Biomolecular Engineering hamda Chemistry. Shunga o'xshab qiziqishga oid ikkitagacha major tanlasa bo'laveradi. Va KAISda shu faqat Science, Technology hamda Business schoollar bor xolos. IELTS va SAT bo'lganda sponsor ham kerak deyishadi, sponsorlik. Sponsorlik haqida nima deya olasiz, brother? Sponsor bo'lish menimcha boshqa Koreya universitetlarida shunaqa bo'lsa kerak. Chunki to'liq grant bermasa kerak qolgan koreys universitetlari. O'shaning uchun sizga u yoqqa ketish uchun sponsor kerak bo'ladi deb eshitgandayman. Lekin KAISga topshirasiz-ku, KAISga topshirganingizda sizdan hozir bu yerga kelganimda taxminan $1000 sarflayman xolos. Shu ikkita semestr uchun. Qolgan narsalarimni KAIS o'zi qoplab beradi. $1000 olib kelsangiz o'zi yetadi. O'shaning uchun sizga sponsor kerak emas $1000 berish uchun, KAISda o'qish uchun. O'shaning uchun bundan xavotir olmanglar. KAIS hamma narsani qoplaydi. KAISga qabul qilinsanglar bo'ldi. Bu yoqdan xavotir olmanglar. So there clarification beryapti Abdulaziz. Qolgan majorlar, how do those majors in KAIS compare to other unis in these spheres? Ha, okay. O'sha bitta video bor edi, adashmasam. Bo'ldi, uni topolmayman. Xo'p, AI bo'yicha ko'pchilik birinchi o'rinda deb biladi KAISni. Chunki 2023-yilda Londonda musobaqa o'tkazilgan. Shu machine learning orqali robotni train qilishgan va o'shanda KAIS adashmasam 247 ball olgan, MIT 60 ball olgan xolos atiga. KAIS shu musobaqada birinchi o'rinda olgan. MIT 4 marta qolib ketgan KAISdan. Shuning uchun machine learning bo'yicha, AI bo'yicha dunyoda menimcha birinchi o'rinda turadi. Hech joydan kam emas. Undan tashqari chemistry bo'yicha hali juda ham departamentga kirib experience juda ham katta bo'lmadi. Lekin taxminan top universitetlar orasida 60-o'rinda, top 60da tursa kerak mening bilishim bo'yicha. Hamma sohasi ham top 200 talikda bo'lishi kerak, har bitta sohasi. Undan tashqari yana bitta narsani aytishni unutibman. KAISga keladigan bo'lsangiz, bu yerda misol uchun theoretical, nazariy narsalar deyarli hamma universitetda bir xil o'rgatilar ekan. Lekin bu yerda nima matter bo'ladi? Siz networking qila olishingiz, undan tashqari mana shu nazariy o'rgangan narsalaringizni hayotga, practice'da qo'lla olishingiz ekan. Bu yerda KAISda practical apply qilish juda ham oson, ya'ni lablar bor. Misol uchun AI bo'yicha juda ham ko'p lablar bor va AIda labda o'rganayotganingiz uchun sizga pul to'lashadi. $350.
Undan tashqari kimyo sohasi bo'yicha lablar bor. Bemalol ularga qo'shilsangiz bo'ladi va professor sizga bitta mavzu beradi. Xuddi PhD qilayotgan researcherga o'xshab o'zingiz bitta sohani research qila olasiz. Bemalol undergraduate bo'lib turib KSda. Shunisi menga juda ham yoqdi. Opportunity'lar ko'p practice uchun. Mhm. What is your estimate monthly spending based on your university? Oylik qancha pul ishlatyapsiz? Sizlarga men hali stipendiyam olmadim. Chunki men bu yerga kech keldim, 2 hafta kech keldim. O'shaning uchun bank account qilish, bu yerda Alien registration card degan narsalar bo'lar ekan. O'shaning uchun ularda olish kech qoldi. O'shaning uchun noyabrda xudo xolasa olaman stipendiyalarimni. Agar men stipendiya olyapman deb hisoblaydigan bo'lsak, hozir men o'sha $250 berilgan stipendiyadan $150 sarflayapman xolos. Ya'ni $100 cho'ntakka qolyapti. O'sha 4 oy berilgan stipendiyani bitta qilib, ya'ni $400 bo'lib, taxminan $270 ikkinchi semestr uchun dormitoriyaga to'layman. Qolganini aviabilet uchun saqlab qo'yaman. Aha. Demak, $250 beradigan stipendiyasi o'sha o'rtacha yashayman desangiz yetib oshib qoladi. Shunaqa. Endi aslida bu narsa judayam yashashga oz tuyulishi mumkin, lekin Kaistda o'zini oshxonasi va $150 hamma o'zingiz uchun aytib bering, Azizbek, nima uchun bu pul yetishi? Chunki endi tashqaridan eshitganda qanday qilib $150 yetadi degan savol bo'lishi mumkinda. Qanaqa sharoiti haqida? Oziq-ovqat. To'g'ri, to'g'ri. Tushunaman. Ba'zi kasdan tashqarida yashayotganlarga 1 million Koreya woni ham yetmaydi-da. Taxminan o'sha $800 degani. $800 yetmaydi. Chunki tashqari juda ham qimmat. Lekin kampusda o'zini kafeteriyalari bor. Misol uchun ertalabki nonushtani guruch, kimchi, undan tashqari yana ba'zan boshqa narsalar ham berib qoladi. Uni 1000 wonga olamiz, ya'ni 80 sent, 10,000 so'mga olamiz. Undan tashqari obedlikda oshxona bor xalqaro o'quvchilar uchun. Men o'sha yerda Pakistani community'siga qo'shilganman. Oylik to'lovi $100. O'shani to'lab qo'ymanda, xohlagan paytimda oshxonaga borib, o'sha narsalar pishirib, o'zim uchun yeb yuraveraman. Undan tashqari o'sha ya'ni taxminan $30 oshib qolyapti. U $30 har haftani oxirida o'zbeklar bilan yig'ilganimizda sarflayman. Ya'ni bu yerda o'zbek restoranlari bor. O'shalarga boramiz. O'shanga $30 ketadi. Sarf xarajatlar shunaqa, faqat shu ovqatlar uchun ketadi xolos. Bu kiyim olgani yoki boshqa narsa olgani sarflamaymiz, chunki hamma narsani O'zbekistondan olib kelib olganmiz. Aha. Xullas, Kaysga kirganingizda tuition kontraktga pul to'lamaysiz, kontraktingiz bepul bo'ladi. Oyiga $250 stipendiya beradi, lekin yotoqxonasi uchun pul to'laysiz. Yotoqxonasi bir semestrga qancha dedingiz? $270. $270. Endi u bir semestr deganda sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 4 oygami? Shunaqa. 4 oy. Aha. Demak, 1 yil uchun $540 yashashingiz uchun yotoqxonangizga to'laysiz. Bundan tashqari har oy oziq-ovqatingizga xarajat qilib turasiz. Common App'da Korea Universities ikkita ekan, qolgan unilarga o'zini sayti orqali topshiriladimi? Common App'da topshirishga nisbatan qiyinroq bo'ladimi? O'zini sayti orqali topshirasiz KSTga, shunaqa. Endi qiyinroqmi Azizbek Common App'dan ko'ra? O'zingiz qilasiz, hamma hujjatingizni Common App'da counselor istib beradi. Shu yeri ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin To'ldirishda men qiyinchilikka duch kelmaganman. Shu Common App'ga o'xshab character limitlari bo'ladi. Deyarli Common App bilan bir xilda. Siz honors section to'ldirasiz, EC section to'ldirasiz. Undan keyin menimcha adashmasam consularizga emailni kirgizasiz. Consularis adashmasam recommendation letter bilan academic transcriptlarni tashib beradi KSTga. Undan tashqari recommendation beruvchi o'qituvchini emailini kirgizasiz. O'sha o'qituvchiga link boradi. O'qituvchi to'ldirib qo'yadi. Deyarli Common App bilan bir xil ishlaydi. Undan keyin ba'zi universitetlarda eshitdim, Koreyadagi universitetlar apostil qilingan hujjatlarni so'rar ekan.
KAISTdan so'raydi, lekin qabul qilinganingizdan keyin so'raydi. O'shaning uchun hali qabul qilinmasingizdan oldin har xil hujjatlar jo'natish shart emas. Hamma narsa veb-sayt orqali bo'ladi, onlayn bo'ladi. Keyin qaysi application feesi ham bor, shu nechi pul? Application fees aytib o'ting. $80 deb qo'ygan, lekin o'tgan yili $53 to'laganmiz nimagadir. O'tgan yili ham $80 deb yozganmidi saytida? Shunday deb yozgan, lekin $53 to'laganmiz. Undan keyin bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. E, O'sha ONRUS'ni juda ham qattiq tekshiradi KAIST. E, Sertifikatlarni yuklashingiz kerak. O'sha ONRUS sectionda o'zi fayl yuklaydigan joy bor. Undan tashqari biz qanday qilib buni verify qila olamiz degan savol so'raydi o'sha bitta kolumnda. O'shanga xohlasangiz o'sha siz qatnashgan International Olympiadni veb-saytini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni ana shu result sectionga havola yoki agar uni veb-saytni linki bo'lmaydigan bo'lsa, konsullaringizni emailni yozib qo'yasizlar. Men ham shunaqa qilganman. Tasdiqlash uchun, agar so'raydigan bo'lsa, ishonmasa. Shunaqa. Common App'dan farqi, Common App'da sizdan hech qanaqa tasdiq so'ramaydi. Honorslaringizni shunday yozib kiritib ketsangiz ishonaveradi amerikaliklar. Okay. Yana kimda qanaqa savol? Xo'p, Azbekda demak kirgan universitetlarni aytdik, anaqani aytish esimdan chiqdi. Turkiya burslaridan ham grant yutgan Azbek. Qaysi o'qishida Azbek? Technical University'mi nima edi? Bo'g'ozichi. Bo'g'ozichi. Turkiya burslari scholarship orqali Bo'g'ozichi universitetiga ham Azbek to'liq grant yutgan. Bo'g'ozichi 280mi? Top 300 talikda u ham. Adashmasam 320 mi bilmadim. O'sha 300-larda edi adashmasam. Aha. Bu Turkiya burslari degan scholarship bor. Agar tomosha qilayotganlar bu bo'yicha xabari bo'lmasa, o'zingizlar qiziqib ko'rsanglar bo'ladi. U faqat Turkiyadagi o'qishlarga grant, Turkiya davlati tomonidan beriladigan grant. Uni applicationi bahorda ochiladi. U bo'yicha ham keyingi sessionlarda Azbek bilan yoki boshqa yana Turkiya grantini yutgan o'quvchilar bilan bitta webinar qilamiz. Xo'p, xullas jamiki qanaqa imkoniyat bo'lgan bo'lsa, Azbek hammasiga harakat qilib ko'rgan va men ham shuni tavsiya qilib qolgan bo'lardim hammaga. Qanaqa scholarship opportunity bo'lsa, hammasiga topshirish kerak. O'zingizni sinash uchun ham birinchidan, ikkinchidan biri bo'lmasa biri o'xshab qoladi. Masalan, Common App'da 20 ta o'qishga topshirsangiz, undan tashqari Koreyaga, faqat Amerikaga odam bog'lanib qolmasligi kerak. Koreyada, Yaponiyada, Xitoyda yaxshi o'qishlar ko'p va tuitionlar juda ham arzon Koreyada. Keyingi sessionlarda Seoul National University, Seoul Milliy universitetida o'qiydigan bitta o'quvchimiz bilan webinar qilamiz. Seoul Milliy universitetini yillik kontrakti ham bir $4000-5000 atrofida, majorga qarab farq qiladi. Ya'ni $4000-5000 yiliga kontrakt to'lab, dunyodagi top universitetlarda birida o'qishingiz mumkin. Shuning uchun hamma e'tiborni faqat Amerikaga qilmasdan sal realist bo'lib, chunki Amerikaga chiqish oson emas, qiyin. Boshqa davlatlardan ham variantlarni qidirib ko'rish kerak. Xo'p, endi KAISTdagi o'qish qanaqa Azbek? Siz mana Qatardagi Georgetownda отказ qilib olgansiz. Unga sabab siz majoringizga to'g'ri kelmagan. Shu omadingiz sinab topshirib ko'ruvdingiz, kirgansiz, lekin KAISTga ham kirib qo'yganingiz uchun, major KAISTda to'g'ri bo'lgani uchun Qatarda отказ qildingiz. Qatarda отказ qilganingizdan afsuslanmayapsizmi? KAISTda o'qish qanaqa? Ko'nglingiz to'layaptimi? Yoqyaptimi? Qiyinmi? Osonmi? Nima deysiz shu o'qish bo'yicha, tanlovingiz bo'yicha? Bu yerda siz aytdim-ku, ikkinchi yo'l bilan kirgan o'quvchilar juda ham ko'p. Ya'ni International Mathematics Olympiad, International Physics Olympiad, International Chemistry Olympiad orqali kirgan odamlar juda ham ko'p. O'shalar bilan bitta sinfda o'tiribsiz va ularga qarab sizga baho beriladi-da. Comparative grading borda bizda. O'shaning uchun yaxshi ball olmoqchi bo'lsangiz, averagedan baland olishingiz kerak. Averagedan baland olish uchun bu o'sha
xalqaro olimpiadalarda qatnashgan bolalardan yaxshiroq bilishingiz kerak. Lekin A-level bilan ularchalik darajaga yetib borish juda ham qiyin. Shuning uchun universitetda ko'proq o'qishga majbur bo'lyapman. Shuning uchun hozir challenge juda ham ko'p, assignmentlar ham juda ham ko'p. Shuning uchun nima desam bo'larkan, o'qish juda ham qiyin. Lekin kamtarlatib qo'yarkanda sizni. Misol uchun hech narsani bilmasligingizni tushunib yetasiz ekanda, bu yoqqa kelgandan keyin. Mhm. Siz maktabingizda eng zo'ri bo'lishingiz mumkin, lekin tashqariga Bu yerda chiqib sizdan bu yerda zo'rlar. juda ham qiyin. Ha. Endi afsuslanmayapsizmi? Menimcha yo'q. E, Lekin ba'zi paytlarda shuni akademik challenge juda ham katta bo'lib qolganda o'ylab ko'rdim bu narsani. Lekin baribir nima desam bo'larkan? E, Kelajakda menimcha mana shu men o'zim tanlagan soham o'zim uchun ham foydali bo'ladi, e, davlat uchun ham foydali bo'ladi. Chunki e, bizda chemistry bo'yicha knowledge base juda ham katta emas, zamonaviy chemistry bo'yicha. Undan tashqari, e, nima deb o'ylaganman, men economicsda hamda biznesda yoki politicsda inson hayoti davomida o'zi o'rganib olaveradi. Ya'ni bu fanlar judayam qiyin emas, lekin baribir nima desam bo'ladi, time dedicate qilish kerak. Lekin buni inson hayoti davomida o'sha skill'larini yaratib, o'rganib ketsa bo'laveradi deb o'ylaganman. Lekin kimyoni bunaqa qilib o'rganish juda ham qiyin. O'shaning uchun men kimyo sohasini tanlaganman. Undan tashqari bu yerda ranking muammosi ham bo'lgan. Ya'ni KAIST shu 53 o'rinda, bu yoqda Qatardagi Georgetown 300-o'rindamidi adashmasam. O'sha large difference bo'lgan. Undan tashqari International Economics Olimpiada, International Economics sohasini bitirdim Georgetown Qatarda, lekin kim bo'lib ishlashim mumkin degan savolni berdim o'zimga. O'ylab qarasam, iqtisod sohasida ishlash, misol uchun bankda ishlash yoki har xil policy makingda ishlash meni soham emas ekan. Men o'zimni kelajagimni bu sohada ko'ra olmadim. O'shaning uchun KAIST tanladim. Tushunarli. Demak, o'qish qiyin. Social life-chi. Ya'ni faqat o'qiysizlarmi? Bir qanaqadir e, futbol o'ynab turibsizmi, masalan? Shu vaqt bo'lyaptimi shunaqa narsalarga? Yo ko'chaga chiqib aylanyapsizlarmi kursdoshlar bilan? Futbol o'ynab turamiz, lekin hozir sovib qoldi. O'shaning uchun hozircha to'xtatdik. Undan keyin shu har shanba kunlari tashqariga o'zbek restorantiga boramiz. O'sha yo'lda gaplashib, ovqatlanayotganda ham gaplashib, yaxshi o'tadi vaqtimiz. Undan tashqari, xohlagan zerikkan paytimizda kampusdan chiqib, tashqarida aylanib kelamiz o'zbeklar bilan. Lekin men aytamanki, bu yerda social life unchalik haligi men men kutgan darajadan pastroq. Chunki barcha o'qiyotgan bo'ladi. Undan tashqari har xil ishlar bor. Misol uchun, siz tashqariga aylanib kelmoqchi bo'lgan paytingizda boshqa odamda assignmentini deadline bo'lishi mumkin. Aytib o'tganimdek, assignmentlar juda ham ko'p bu yerda. Undan keyin marking sistem juda ham strict. O'shaning uchun bolalar har doim o'qishga harakat qilishadi-da, assignmentlarni tugatib olish uchun. O'shaning uchun bo'sh vaqtlar bir-biriga to'g'ri kelib qolishi juda ham qiyin. O'shaning uchun menimcha social life juda ham kuchli emas KAISTda. Undan tashqari koreyslar nima desam bo'lar ekan? Koreyslar introverted people. Shu paytgacha experience'im meni. Juda ham ko'p gaplashishavermaydi. Menimcha bu ingliz tilini yaxshi bilmasligidan bo'lsa kerak. O'shaning uchun koreys tilini o'rganib kelsanglar, koreyslar bilan bemalol gaplashsanglar, menimcha koreyslar ham ochilsa kerak sizlarga. Okay. Next question. How many extra study hours do you have? Do you spend more time than you did in presidential school? Ho'p, unaqa bo'ladigan bo'lsa, prezident aytadi,
Ko'p vaqt o'sha siyosatga qiziqardim o'zim. Bir yarim soat vaqtim YouTube'da siyosiy narsalarni ko'rishga ketardi. Undan tashqari, haftasiga kamida bitta kino tugatardim. Lekin hozir bu yerda Kaysda faqat o'qish bo'lyapti. Faqat o'qish. Chunki men basic kurslarda olganman. Ya'ni, siz maktabda o'rganib kelishingiz bo'lgan narsalar deb hisoblaydigan narsalarda shunday deb hisoblayotgan Kays mana shu yerda o'rganyapman. Misol uchun, Introduction to Programming degan fan bor. Bu narsa sizni Pythonda boshida noldan o'rgatmaydi. Misol uchun, men computer science o'qimaganman, Pythonni umuman bilmayman. Shuning uchun bu kursni olib ketishim juda ham qiyin bo'ldi. Pythonda ham keyingi levelda bu narsa. O'shaning uchun bu kursni drop qilishimga to'g'ri keldi. Shu darajada qiyin kurslar. Endi boshqa kurslarda ham shunga qarab guess qilsanglar bo'ladi, qanchalik qiyinligini. O'shaning uchun ko'proq o'qiyapman bu yerda. Mhm. Rahmat. Nima uchun siyosatni tanlamadingiz dedi. Unga javob berdi. O'zini kelajakda siyosatchi deb tasavvur qila olmagani uchun engineering sohasini tanladi. Keyin yana bitta narsa, nimaga siyosatchi bo'lishni xohlamadingiz? Siyosatni siyosatda oddiy inson ham biladi-da. Misol uchun, siyosatga borish uchun sizda qo'lingizda nimadir bo'lishi kerak. Misol uchun, men to'liq siyosatdan nima desam bo'ladi, voz kechganim yo'q. Misol uchun, o'zim soham bo'yicha ketaman. Agar qachondir vaqt taqozo qiladigan bo'lsa, siyosatga ham kirishim mumkin. Lekin hozircha bunga stop berib turibman. Siyosat shunchaki hozir siyosiy videolar ko'raman dedim. Hozir qaysi ko'rmayapman. Miyam qandaydir tinchlangan. Bu siyosiy narsalar nima desam bo'ladi? Faqatgina bosh og'ritadigan narsa ekanda, men o'ylab qarasam. Siz ta'sir qila olmaydigan voqealarda ko'rasiz. Misol uchun, Tramp qanaqa noto'g'ri so'zlar ishlatdi, yoki Tramp kimlar bilan qanday qilib handshake qildi. Shunga o'xshagan narsalar, u haligi mayda narsalarda u politics, kichkina narsalarda. U kichkina narsalarda men o'rganishni xohlamayman. Undan keyin miyam band qilishni xohlamadim. O'shaning uchun siyosat tanladim. Okay. Exchange programlar bormi Kaysda? Qaysi universitetlar bilan partnershiplari bor? Masalan, bir semestrga Amerikaga borib kelsangiz bo'ladimi? 2+2 qilsa bo'ladimi? Shu bo'yicha ma'lumotlar hali yig'ib ulgurdingizmi? Qanaqa u bo'yicha sharoit? Masalan, exchange'ga chiqqaningizda tuition scholarshipingiz qoladimi yoki 2+2 qilganingizda qanaqa bo'ladi? Shular bo'yicha gapirib bering. O'sha narsa prezentatsiyada bor edi, lekin bolalar qiziqmaydi deb kesib yubordim ekan. Qiziqar ekan bolalar. Men bu hafta qaysi kun edi? Payshanba kuni adashmasam, Monash University'ni bilasizlarmi? Avstraliyadagi universitet. Bu ham injiniring sohasi bo'yicha juda ham kuchli universitet. Shuni information sessioni bo'ldi. O'zi men free food borligi uchun qiziqib kirdim, lekin ancha ma'lumotlarni berildi. Siz u exchange programda up to 2 semesters, ya'ni 1 yilgacha qilishingiz mumkin. Va KAIST bilan ana shu Monash universiteti, boshqa partner universitet imzolagan shartnoma bor. Bu shartnoma bo'yicha siz u yoqqa borgandan keyin tuition fee to'lamaysiz. Ularda universitetdan KAISTga kelsa ham tuition fee to'lamaydi. Win-win game-da bu. Undan tashqari, sizga ketishdan oldin adashmasam 4 million won beriladi. Bu $4,000 bo'lsa kerak. Yo'q, $3,000 ko'proq. $3,000 bo'lsa kerak. O'sha bir semestr uchun, 4 oy uchun. Agarda o'zingizni yoningizdan ozgina pul sarflaysiz exchange program uchun, chunki Germaniyada qilmoqchi bo'lsangiz anchalik ko'p pul ketadi. Undan tashqari misol keltiraman, qayerlarda qilsangiz bo'ladi. Yevropada Technical University of Munich, undan tashqari Yevropada juda ham ko'p partner universitetlar bor. Osiyoda ham juda ham ko'p. O'zining alohida listi bor uni. Bu yoqqa kirgandan keyin bemalol tanlaverasizlar. Uni o'zini veb-saytiga kirib ko'rsanglar menimcha ma'qul bo'ladi, chunki juda ham ko'pda. Adashmasam 100 dan ortiq bo'lsa kerak partner universitetlar.
Computer Science AI sohalari haqida aytib bera olasizmi deb bitta личное сообщение jo'natyapti. U haqida gapirdi. Lablari borligi, AI bo'yicha qaysi dunyoda birinchi o'rinda tursa kerak deb o'zini fikrini aytdi. U savolga javob berildi. Agar boshqa hech kimda savol bo'lmasa, menimcha shu yerda tugatsak ham bo'ladi. Savollar bo'lsa yozinglar, bo'lmasa ham tugatamiz. Azbi, o'zingizda qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, agar Uh, Thank you for listening. Hope to see you at KAIST in fall 2026. See you guys. okey. Azbi, katta rahmat vaqtingizni ajratganingiz uchun. Qatnashuvchilarga ham rahmat. Foydali bo'ldi deb umid qilamiz. Keyingi sessionlarda xudo xolasa SNU, Vengriya, Germaniyada, Rossiyada o'qiydigan o'quvchilar bilan sessionlar rejalashtirganmiz. Kanalni kuzatib tursanglar, yana shunaqa sessionlarni davom ettiramiz. Xo'p, hammaga rahmat. Bo'lmasam tugatsak bo'ladi. Ahmadullo, screen recordni tugatsangiz bo'ladi.